Assalomu alaykum. Mana quyonlarimiz uchun kataklarimiz tayyor bo'lib qoldi. Bu mana quyonligi mo'ljallangan. Ichkarisi mana quyonlar uchun mo'ljallangan bu. Bunaqasiga 30, bunaqasiga 60 qilganmiz. Hop, eniga 50. Mana shu ekranga sig'mayapti. Bu 2 metr. 4 quyonga 2 metr mo'ljallaganmiz. 50 ga 60, diplomga 30. Taxtalarni hisoblaganda 1 metrdan sal kamroq 95-96 santimetrlik quyonxona. 4 quyonga 2 metr bo'yiga. Setka, mayda setkalarga. Mayda setka. Yonini tunka qildik. Ichi plastikka taxta sifati. Tuylari panel. Qo'llarni yopib chiqdik. Bu qilgan joyi mana yerda sal balandroq bo'lib turibdi, shu keyin bo'lishi kerak mana. Yer bilan tekis qilib qo'yish kerak emas.